umicini chasina bu. Shuni ta'mir degan ularni deyman. Amsa sunaychi reyimchi. Reyim? Darazima? Ha. Atta parasi chiqmaydi, egizlardan jigi chiqmaydi deb aniqga chiqolmaydi deyman. Onun ustiga bu sunayniligi pulaver bu oshqozi yo'g'inib ketgan emaninki. Chet el chiqsayligi. Dozaqning o'ti bo'lsin bekorga yig'ilib yurma. Bo'lmasa bu sunayni oldi keldi turgan odamni sunaychi degan olamda. Usulchi Nasirchi amsa. Nasirg'o endi da bozorning tugistimi yavaş bir bala. Aqlni yo'qsiz, qadrib bilsangiz shu deb menga berdilar. Lekin shu ayoli Memleketke bile çıkmadı, beşinizden ağırtağım ki. Xonga yargan ishim tozga yarmapti deb boshqalarga yargan narsa hajab bir kasbchilarga yarmaydi. Shunga bizda birlik yo'q. Eli uni tillab, eli buni tillab, yo o'zimiz bir ishni qilmay, haqsa yaratmay, bo'la yerimiz shu. O'michik o'milaydi, o'milganni ko'ranmaydi. Ha, qilsiz daqiqa. Sizlarcha zadi kim chiqsa bo'la? Meningchi mi? Meningchi bo'lsa birinchisiga siz chiqsiz. Sizning chiqishingiz muqarrar, bu vojib. Ikkinchisiga ayolingiz chiqish kerak. Chiqimiz bo'lmaydi. Ayolimiz chiqqanda? Yo, u bu kasbda bo'lmasa, astag'firullah, chet elning zo'ngtonlari uya-buyak bas xotinni qo'ltiqlab chiqadigan ishni qilmaydi. Uchinchi, to'rtinchisiga meningcha olgan ishga balangiz chiqsin. Voy, bu bolalarimizni so'rab nima ish qilaman? Son 20 ga balvoqchi libos qilib bo'lmadimi? Biz chet elga sayohatga chiqmaymiz. O'yin qo'yg'ili chiqamiz. Shu bayam Yoqub bilan maslahatlashib, Yoqubni siz bosh bo'lib chiqing desam, u sizni chiqsin deb turib bordi. Astag'firullah. Aning deginiga men bizaga chiqmayman endi. Siz o'rlashtirmisingiz. Bundan deb qo'ygan gap deymiz. Aniga pek ishinib ketmang deymiz. Har nima u. Astag'firullah, astag'firullah. Ey, menga tarjimon ketmaydi. Kimning yaxshi, kimning yomonligini bilgichiligim bor. Siz vago bundaki mening oldimda buning yomon gapini qilmang ha. Jimiga gapni o'zingiz qilib, haqdan qusur tepib yuradigan odam ekansiz. Nemanda tushunmaydigansiz, nemanda tushunmaydigan ish qilib, men sizgidek aniga pek ishinib ketmoqchiman. Ish qilib siz faqat tushunmaysiz, men oldingizga isbotlab bermasam, paq bilan qilib bermasam tushunmaydigan o'xshaysiz. Men qarab ketadigan o'xshayman men. Ey, bir odamni qarab turib 100 eski deb ketgan bo'lmaydi. Eski deymi bu? To'qoningni poqib olgan bilan tuxumimi bor emasmi? To'qoningni poqiydan qo'yimi bor emasmi? Alloh, siz Tilpinimiz javob qilibdi ekan. Bir siz izlab chiqarib tilpin qilibsizda. Shundami? Pul tugabdi-da. Men qachon o'taman? Men keldim, qachon o'taman? Keladish, kela. Yo, kela, o'tiraman, kela. Keladish. Kela. Bo'ldi. Kela. Bayatimning yog'i direktorga seni maqtab og'zimga o'tirib terishib ketishmadi. Rahmat adash. Uning ustiga bu bayatimning yog'i direktor nima deydi desang, chet elga siz bosh olib chiqadi deb. Uni endi ishimizni ko'ngilga sen chiqadi, seni chiqsin dedim men. Uni nima ma'noda? Bayatim direktor meni bosh olib chiq degan. Men bu qatam turib turay, menga fursat bor deb seni ko'rsatgandim. Yo'q, sen chiq. Endi ishimizning ko'nglimiz yaqin. Sal ba'zi ishlarga diqqat qilishma. Masalan, ba'zilar direktorga seni cheqibdi deyman. Hayratoni qilibdi. Ya men hayron qoldim shu. Direktordan so'rasam, debamidi kim hayratoni qildi deb. Agar pag'am bo'lsam og'ziga ishtirdim seni hayratoni qilgandan. Ya adash, boshqa odamning hayratoni qilsam o'qasin, bu sening hayratoni qilgan odamning og'ziga chaq chiqib qolmamda adash. Ya endi ras. Yo'q, bizning bolalar o'ynagan bir it o'tyapti, ha? Bizim o'yin qo'shirishlik bir it o't. o'tgan tayyorlig'i it o't. Akşam bir retle bizim koyadigan so'zini. Faqatli qarab bir abzasiya kallam ekanmidi. Sen esingda bo'lsa, aşağı bir depagan bo'lsam, obda anilib ketib bir yezib olsam bo'pti-ku. Xayr o'q aytdi u. Voy, yilqi boshliqqa vaqiradigan bir yer bor-ku. Elbette u boshliq bo'lsa o'ziga degan yurmi? Shuni deb turamdimi? Depra? Ha, ma'qul. Qo'pab deman, sen o'tiribsan qanday oladin, ha? Adash bu sen olmasa? Ash rol og'irlik. Bir jallaq toza shu. Obrazlik bir depra. Allah. Ma'qul. Shuni bekor olgan degan. Boshlayman? Tut. Ondan besh o'ylab buni qurashtirib. Boshla oldik, boshla. Ma'qul. Anlabdi, u boshliq bo'lsa o'ziga nimasi yo'qotishni qildi bu, o'tni olamma bu. U vaqti men boshliqdan to'la ko'rangmisan. Bir kunlar men boshliq bo'lib qolsam, buni o'ldirib tashlab chiqaman. Bak aylanlarga 15 ayda 15 qarang'i. Gap tikanda esa bir kunlar oldimda yo'qdi.
Bo'ldi. Endi boshliq sening oldingda o'mlaydigan sening bir bovoq balang o'g'it. Endi bu boshliqni o'miltimi deydigan sen nima gunoh qildi bu boshliq o'miltimi deydi ha? Hozirla o'mlab beraymi ya? Xato tushirib qoldingiz. Mening sizni tillash niyatim yo'q. Tillash etingimiz urush etinglarmidi? Bardosh. Va sen qarab turib meni o'tqishtiryapsan-ku. Sen boshliqni po'qish desam bo'ldi emas, o'tqish desam bo'lmadi ekan. Ha? Nima dedim? Be, bo'ldi qiling. Men sizni xeyli durust odam, g'ayvat shikoyat qilmaydi deb turibdi ekanman. Isit. Akbarning po'qini ursingiz-chi? Nima? Voy, men Akbarni doramdan. Tozchini qo'ndirmas, chivin tozni tindirmas deb. Bo'ldi! İşten to'xtadingiz. Sizni ishdan to'xtatdim. Atidan tortib chiqqanman. Bu xato tushirib qoldingiz. Akbar, siz hozirdan boshlab uning ishxonadagi vazifasini o'tkazinglar. Xotirjam bo'ling, gul chiqarib o'tmayman. Haras, chet elga chiqadigan odamlarni siz bekiting. Xotirjam bo'ling, ko'nglingizni qilib o'taman. Adashay, ochqishdagilar. İşxonaning Sıkı. Ya Allah, odamlarning teshi qarab baho bagil bo'lmaydi ekan. Tas qilibmi sizni xato tushunib qoldilar? Men siz uchun qurbon bo'lishdi ya. Ammo men rost gapni qilsam sizda keskin boshqa ko'rmayman.